Vape'dan foydalangan 19 yoshli yigitda og'iz bo'shlig'i saratoni aniqlangani aytilmoqda. Olimlarning ogohlantirishicha, vape va elektron sigaretlar zararsiz alternativa emas va ular inson salomatligiga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, elektron sigaretlardan chiqadigan aerozol oddiy bug' emas, uning tarkibida nikotin, uning parchalanish mahsulotlari va bug'langan metall zarrachalari mavjud. Tadqiqotlarga ko'ra, vape'ning o'pka saratoni, og'iz bo'shlig'i saratoni, ya'ni lab, til, milk va yanoq va hatto siydik pufagi saratoni bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Eng xavotirlisi, bu moddalar organizmda DNKga genetik darajada ta'sir qilib, keyinchalik o'sma va yallig'lanish jarayonlarini boshlab yuborishi mumkin. Shu sabab vape oddiy sigaretdan xavfsizroq degan qarash afsona ekani aytilmoqda. Mutaxassislarning fikricha, uning zarari ba'zi hollarda oddiy sigaret bilan teng, ayrim vaziyatlarda esa undan kuchliroq bo'lishi mumkin. Ushbu videoni elektron sigaret va vape chekadigan tanishlaringizga ogohlik uchun yuborib qo'yishni unutmang. Zero ogohlik davr talabi. Sizningcha vape va elektron sigaretlarga nisbatan nazorat kuchaytirilishi kerakmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar hali oldinda.